Bugün Şopur hakkımızdan bir ötkəşini anlayımız. Keşme kırıp kaptı. Hikaye başlaştım burun gaqib qo'yay. Oldin qitim 2 hafta hikaye qabul qilmayman degandim. Shunda desam ham deb ba'zi to'rdoshlar anglamagan evet deydi qabul qilaverdim. Hamda shuni anglagan to'rdoshlarga deb qo'yay. Hozirdan boshlab qayta qabul qilaman deb basanglar bo'ladi. Ammo ayliqanda uxlayotganda, tush ko'rganda yoki bo'lmasa qor bosganda bu ishlar asosan demayman. Hamda shu ishlar keyindagi hikoyaning vaqaligi bilan chetishlik bo'lsa, ashunga bir mundaq asos bo'lib qolsa tushosimi deyman, lekin nuqul oldi tush yo'miz qor bosqanlar ish bo'lsa, uni so'zlamayman. Ondan yana bir ahvol, mush ba'zi to'rdoshlar hamda bu safarlik menda menga avatib, men uzun vaqt so'zlamay uni ba'zi to'q so'zlab qolganman. Shu bular mening so'zlamaganimni o'qimay demaydigan o'xshaydi deb boshqa so'zlayotgan do'stlarimizga avatib qo'ydik ekan. Shun bilan mush bugun bir hikoya, men so'zlab bo'lgan hikoya yana bir yerda chiqib, işte bir avarchilik bo'ldi ham desabda. So'zlanib bo'lgan hikoya qayta so'zlanib. Shunga hikoya so'zlaganda do'stlar, agar işte uzun vaqt chiqmay qolsa hikoyanglar, mening chiqamdi deb bir so'rab elib, aniq qilib olgandan keyin chiqadi yo chiqmaydi deb. Andan keyin ikkinchi yo uchinchi işte menga o'xshash so'zlayotgan do'stlarga avatib bersanglar bo'ldi. Bo'lmasa tang so'zlab qilib avarchilik bo'ldi. Shuni deb qo'yaydim. Hamsi hikoyamizni boshlab ketaylik. Birinchisini Şopur hakkımızdan dedik. Bu hakkımız Bangladeş'e aytganda, hamda uzun yillik Şopurga, shu bir shaharga bir chaqda mal to'shib bordik. Hamda bu shaharning mal tushirdigan yeri shahardan bir yarim soatmi 1 soat jiroqlikdiki, bir yerga butun jiroqdan kelgan mallar shu yerga keldi. Bu cho'ng mashinalar eshak tushirdi-kanda malni. Shunda bu aka shu yerga malni tushiribdi, anachi kesh kiribdi. İpmanlığa mal olmagan ekan, mishadi bir kun qo'nib mangaymi yo shaharga kiraymi deb o'ylashib, bo'ldilar shahar kirib munchalarga tushib, bir yotoqdan bir necha munchalarga tushib, kiyimlarimni almashtirib, at mangay deb o'ylab, shu mashinasini haydab shaharga qarab menibdi-da. Hamda o'zi bildigan yo'l bor-ku bo'lmasa, lekin Davxon ichbaqa yaqinroq kiramdim, yangi yo'llar bo'lsa deb, shu Davxon assa bir ar yo'lni ko'rsatib qo'yibdi-da. Shu yo'l vaqt ijodiga o'xshaydi, olmay ko'damayman-ku deb, shu yo'lni bo'ylab menib to'padi. Mangayman, shu qop-qorong'u deydi, kechga yo'lning chiriqimi yo'q-ku o yo'lning. Shu yo'lda menib ketib yetib, qanday olgan oldida bir ozgal bor-ku, bu odam uxmayla shu Bangla mashinaning oldini ozgalga sevitib qopti-da. Hamda patqaq pitqas bilisizlar, qancha kuchigan sir shuncha cho'nqur patadigan gap bu. Onun üstüge o Bangla mashina oldishga chaqish rol qil ishlaydi-ku, funksiyon qilib. Keyinchisi texim kuchayolmay, texim chiqolmay, shunda bir cho'nqur pet ketdi-da patqaqqa. Shunda endi qanday qilaman deb bu odam iliq Davxon shu chaqda qarasa endi boshda ko'z tutmayotgan Davxon eshak kelganda endi yo'qab ketgandek, Shinxov yo'qab ketgandek, işte mashinaning iliq ko'k chekitli bor, boshqa atrofda hech nima yo'q, ashta bo'lib qoldi-da, to'g'ri ishlamagandek ashta bo'lib qoldi. Voy, bu nega qoldim, endi qanday qilaman deb telefonini chiqarib, shu qutqizadigan iliq kran ishtiradigan bir nilay telefon qilay deb tursa, tuyuqsizli bir odam nereden chiqqanini o'qimaydi-ku, paydo bo'libdi-da. Paydo bo'lib, "Voy, pet qolibsizlar-ku" debdi. Men bu mashinani pet qolgan, yordam qilayman debdi. Qanday yordam qilsiz, o'zingiz yolg'iz kelsa, og'inlarim bor. Biz og'inlar kelib ulash ishtirib chiqarib bo'ldi, xotirjam bo'ling. Siz mashinaga chiqib o'tirib turing bo'ldi, men og'inlarim chaqirib kelay debdi. Bo'ldi deb bu odam mashinaga chiqib saqlab turibdi. Bu odam ketib birdamda keldi-da, kepli kayindan vaqirabdi. Rolni yaxshi boshqarib turibdimi, biz ishtirimiz ham deyil debdi. Madem bo'ldi deb rol qo'lni qo'yib, ham lixachin desayl deb turishga, bu mashin shundoq bir kuch bilan ishtirilgandek bo'lib, shu oldichoq, keyinchoq ko'zdan tot biroq ozgal o'tib ketdi. Bu odam hayronlik qilibdi, bu qanday bo'lib qoldi, nima bilan ishladi bular meni deb pastga tushib qarasa, yilq odam yolg'iz turgan yilq edi. Voy, bu nima bo'lib ketdi deb hamda odamni qo'yib, "Voy, bu og'inlaringiz qanday ishladingiz meni" desa, "Va og'inlarim bek oldiraydi, ketib qoldi. Bo'ldi, siz o'zingizning yo'liga mangayvering. Bu degan siz mangdigan yo'l emas deyapsizlar. Bu yoqqa qanday kirib qoldingiz?
Qarsam bir şey peyt qapsiz, men sizni chiqarib etdim. Bo'ldi endi ketavering, o'zingizdan yo'liq mening debdi. Bu odam shunchaqacha endi his qilmabdi-da, bir bu bir nima uqmayotganda endi shu odatga bir odam o'xshaydi deb qopdi. Do'stlar aldiraydigan bo'lsa ketgan o'xshaydi deb ishinib qopdi odamga. Shu men sizdan men yetib ekansiz, mashina sevalay, nega borsiz, men opirib qo'yay desa, u odam bo'ldi, men o'zim boraverman. Men opam bilan ko'rishmoqchidim. Siz o'zingizdan yo'liq ketavering bo'ldi debdi. Amsi bo'ldi, amsi rahmat sizga deb xo'shlashib menibdi bu odam. Men o yo'lda ham ikki tarafdan ko'ngilmaydi-ku, mashinadan chirqindi oldindan ko'rib ma'diga, yo'q davxonlar ishlamaydi-ku. Bu odam bu ishni kallasida o'tkazamay menibdi deb, bu zot meni qonda chiqarib atgandi deb shularni o'ylab ketyapsa, oldida bir shu chochlari oppoq, beshida bir nima yo'q. Shu oppoq chechini ikki tarafga bundoq o'rib olgan, muhchib qolgan, qo'lda bir talos tayqi va qiyri bir mo'may. Ilqi bir put oqsaydigandek ashta qiyri mo'maylar muhchib bir lapang qilib ma'ndiga ikki qimda irg'anlab. Ashta ketayotganda shunda ishtimon ekan. Sonra bu odam voy bu mo'may kimdi endi? Opam bilan ko'rishmadi otdi, ashna opsimi deb bu odam qiziqib mashinani mo'mayning yoniga olib to'xtatib mashinadan tushib so'rabdi-da. "Voy, nima maqdingiz?" deb so'rasa, ayol to'xtab keyni qarabdi. Qaragandan keyin shu "Balamni aynamangan" deb aytdi-da. Odamning dini bilan mo'mayning o'xshashda, ammo odam opam bilan ko'rishmagan, men balam bilan ko'rishmagan ekan. Voy sizning balangizga keyin qoldi, men abba yordam qildi, mashinamni ishtirib ochiq bergandi, og'illar bilan. Balangizni opirib qo'yay, bu yerda emas desa, voy men balam bilan bir yerda ko'rishma deyishib qo'ygan, shu bosamli bo'ldi, balam esa saqlab turdi meni debdi. Unda bo'lsa men sizni sevalay mashinaga, balangiz menga yordam qildi, men sizni balangizni opirib qo'yay degan ekan, u mo'may o'ylab turib deb, "Ha, ma'qul" debdi. Shuning bilan bu odam "Men mashina egiz, men sizni chiqarib qo'yay" desa, "Bo'ldi, men o'zim chiqaman" debdi. Bu odam shuning bilan mashinaning motoriga fujarchi tarafdan oyoq aylanib, eshigini ichib chiqsa, u mo'mayning u eshikni ochgan ovozimi yo'q, u qiyr muhchib qolgan mo'mayning egiz bango mashina qanday chiqqanini uqmaydi-ku. Bu odam chiqib bo'lguncha o'tirib bo'lganda mo'may. "Voy, bu mo'may qanday qoldi" debdi. Shu mashinaga chiqibdi. Chiqib eshikni yopgandan keyin mashinani qo'zg'ab minibdi. Shu ongacha bu mo'mayning nafas ilishining shunda bir kuchlikligini his qilibdi, bu anglab qilibdi bu odam. Ajoyib bir kuchli nafas oldi. O'roq, vijik bir mo'mayga, ammo nafsi shu cho'ng bir devlanikidek nafas olganda bir xil mushta bir nafas oladi ekanda. Bu ovozni anglab, bu shopir qo'rqib, shu birnim dey deb og'zini shunda o'mallas qilolmaydi ekan. Mo'mayga qarasa, mo'may udul qarab o'tag'an nafsi yoshdiqda. Onanki asta-asta bu mo'may uya qarab, bu endi shopiradan bo'lgandan keyin kechlar yeb qolsam deb bunda kavoblarni, to'g'u, kojilarni nonlar siqib mashinaga evoldi ekanda. Shunda oshni ko'r qopdi bu mo'may. Ko'r qilib, "Men sening balam" debdi. "Ha, men yesam bo'lam" debdi. "Bo'ldi" debdi. Qarab sayil mo'maylik non kavob Kavji birimlarni xil jiqga 1 kilo lag'anga oldi qo'yib net sekundning ichida edi. Qanday yeganimni uqmadim, mashtal g'op qilib qoldi. Yo'q dedi, birdan liyapti. Shunda bu odam rasmiy qo'rqibdi, badan degan tikanlish patda endi odam qo'rqkasi siyib qo'ydi-ku, siyib qoldi-da, shu iliq ovozlar, mo'mayning andoqligi, chiroyi, oppoq chash, yo beshida hech nima yo'q, uzun oppoq o'rib olgan chash. Unda bir sotasi xil odamni siydi. Shuning bilan oshda o'ltirib bir chaqda bu odamni endi oldi qarabla qatirib qo'ygandek menibdi. O'yliq davxonmi yo'q. U mashinaning nechida meniyotganini ko'ngilmaydi dedi, qistriklar xato. Meta langishib turdi. Oshda ketyapmiz, shu yo'lda mangdoq bir chaqda oldida bir chiroq ko'rindi. Kona, iliq 80-yillarda bir lampochkalarga esib qo'ygan. Uzun oshda bir lampochkadek bir nim ko'rindi. Bu mo'may hamda eshiyani ko'stib, balam bilan ko'rishdiga yerim keldi, men uchib qolaman debdi. Ya bo'ldi, uchib qo'ydim deb bu odam hamda qarayolmabdi-da o'tiribga. Oldi qarab o'tasi uchib qoldim debdi. Yo'q deyil mo'may. Qarasa oldida mashinadan chirqin ostida turgan.
umuma yaşatıgan annekilla yılıq bala. Ma yardam qıp koygan yılıqı. Adam aş çıraqның arasılı çıkıptı. Çıkıp bu adam hayranlı kapta bu qanda keldi hem depti. Bulup buptu da nimilikini olanın. Sonra Momay onun bir bilen depti degendeki o adam kelip resmi aş yine kelip maşından o işini gom uruptu. Bu adam kokup derazın düşese sen yardam qilganini bildigan esilnimkense mening opamni akab qo'yibsa rahmat sanga. Endi ikkinchi bunda yo'lladim mangma bizga uchrabsa haq uchirgan bo'lsang bunda qaytmaydan sen mush yo'lni bo'ylab yana ozroq mangsang cho'ng yo'l bor. Shuning bilan ketsang oldi debdi. Bu odam u odamga qarab ya gapni qilmabdi, bo'ldi menga yo'ling mayl deb ishni yana gom urib qo'yib opasini ketibdi. Shu opasini mangan vaqtda hamda ash mashinaning oldi o'tib ketgandan mashinaning chirig'idan da diqqat qilsa bu ash odamning do'mbisi işte ichi kirib ketgan ekanda mayka baka kiyim baka ammo kiyim ashta ichiga lapildab kirib turibdi. Shuning bilan bu odam jazmlashtiribdi ularning nimaligini. Shuning bilan mashinani qo'zg'ab minibdi. Ular ashada qopdi, keynigimi qaramabdi bu odam, xo'shligim qaramabdi. Qarmay manga bir chaqda oldidan ham to'g'risiga minayotgan mashinalarning chiroqlari ancha-muncha o'tgan birinlar ko'rinibdi. Kaga o'xshayman deb shu yerga chiqib yo'l cho'ng yo'lga chiqyapti. Chiqib olib 1 kilometr mangandan keyin ash nimbaka. Chetga to'xtatib dam oldi qayog'i. Fuchu emas, anda kichik dam oldi qayalar. Ashundaq yakka eshak mashina to'xtatib bu odam pastga tushib qarasa chiliq taylab ketgan ishlarning eg'i yo'l. Nemi şup ketdi bu deb shuning bilan asta keyniga berib qaysi yo'ldan chiqdim men bir qarab boqaychi deb berib qarasa 1 kilometr minib ash o'z cho'ng mashin bilan chiqqan iliqi yo'l amaliyotda piyodalar aran mangdigan iliqi boshqa cho'plik o'tiris piyoda chig'ir yo'l deb qo'yamiz-ku. Ashtaq chig'ir yo'l kev. Ashtaq bir chig'ir yo'ldan chiqibdi-da bu odam bangwa mashina haydab. Bu ish bu odamning kallasidan o'tmabdi. Shuning bilan ash mashina haydagan payt udul o'zining yurtig'iga kelibdi. Kelib atislam og'zingdan chiqqan o'g'i berma mashina deb shunda azan setib hozir shu o'zining nahiyasida boshqa shaharga bormaydi ekanmi? Bolkvoy mashina haydaydi ekan, o'xshash yuk to'shiydi ekan. Yezlog'im bormaydi ekan. Ash nahiyasidan u yerdan udkandan bu dukonga u yerdan bu yerga uni buni to'shib ash taqib yurdi ekan. Mushu hikoyani hamda mush shopir akashning og'inisi deb beribdi-ki, og'inisi bizga deb berdi. Mushni so'zlab berdim.